çık arvacı, bolçede çık arvacı, çıkçede çık arvacı, bolçede çık arvacı. Çıksın aynı sünnacı, çıksın aynı sünnacı. Ot yaktın çeye çaycı, ot yaktın çeye çay. Oh! Asma şorva asılsın, palav deme basılsın. Ah hey! Asma şorva asılsın, palav deme basılsın. Şerpe hadi maylansın, şerpe hadi maylansın ey. Assalomu alaykum, rahmatullohi barakat. Olamlar podshohi Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum birodarlar. Eson omonmisizlar? Sog' salomatmisizlar? Oilalaringiz tinchmi? Hammalaring sog' omon yuribmisizlar? Bahor keldi. O'zgarishlarni ko'rsatgan yurtdoshlarimiz bor ekan. Xudo xolasa bugun shaxsan o'zimizni yerlardan obzor qilamiz. Bir narsani ko'rsatmoqchiman. Xorazmda ish yasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ishni ko'rsatjakman sizlarga yurtdoshlar. Jiyanim kelgan, jiyanim bilan o'zimizni shaxsan dekonchilikda yuribmiz. 20-aprel sanasi 26-yil xudo xolasa. Endi men sizlarga nonni ko'rsatjaksan, uka desangizlar, xudo xolasa. Bugun sizlarga bug'doylarimni ko'rsatjakman. Ko'rib turibsizlar, 100% boshladi atiz. Hali ko'pchilikni bug'doyi shunaqa kelib turibdi. Xudoga shukr 100% boshlatib oldik. Hozir sizlarni batafsil turib ko'rsatamiz. Dekonchilik ichida o'tiribman. O'zim bir azatib dam olib o'tiribman, ko'rib, quvonib. Nima demoqchiman men? İşlese iş bor, hozir o'tib ko'rsatsam bo'ladi, shuni ham bir nobud qilasim kelmay turibdi to'g'risi. Yani ikki tarafim ham Allohga shukr dekonchiliklarim 100% boshlab, gullab turibdi. Hozir sizlarga sekin kamerani olib borgan holda ko'rsataman. Asa videoni o'tkazmang, ko'ringlar. Bir manfaatli, bir foydali video bo'ldi. İş yo'q deganlar uchun kelsangizlar, ish ham topib beraveramiz. Lekin og'ir mehnat etish kerak. Asa videolarimiz boshlandi yurtdoshlar. Baralla ko'ringlar. Albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bismillah. Sekin ko'rsataman sizlarga, o'tkazmasdan ko'ringlar. Yurtdoshlar, ko'rdingizmi? Nima deydi bu? Gulni ko'rib turibsizlar axir. Yana bir nimani aytib o'tchakman. Bunga kimyoviy o'g'itlar ishlatilmaydi, faqat meda-chuda o'ti chiqsa, shaxsan o'zim o'tayman buni qo'lda, erinimman. Ko'rib turganingizdek, bir qamish topa olmaysiz bug'doydan. Mana. Hozir o'tib, aynan ko'lchamizdan ko'rsatamiz sizlarga. Bilasizlar, bir manfaatli videolarni chiqaraman. Bu shaxsan o'zimning ijaraga olib qo'ygan atizlarim. Yine buğdaylarımız 100% başladı. 20-aprel sanasına binaen. Xudo xolasa. Mana bunning bo'lishina birinchi sabab traktorchi akalarimizdan katta rahmat. Puluqlab, keyin chizilab, yerni tezlab surib berganlar. O'zim bulara hech qanaqa bir kimyoviy o'g'itlarni ishlatmayman, chunki o't chiqsam o'zim qo'lda o'tab chiqaman. Bu hech nima joy yo'q, qiyin joy yo'q. Bir 12 sotkini bir kunda, 2 kunda o'tib chiqsa bo'ladi. Tez olib tursangiz bug'doy o'zini olib ketadi. Rivojlanib. Keyinchalik qor yog'masindan burun qaysi chisada ekanligi aniq yodimda yo'q. Endi videoda bor, oldingi videolarimizda 2 kilodan olma porsini berganman bug'doyga. So'ng yaqinda shu 5 kilo emasdan burun yana 2 kilodan karbamid berganman. Yine buğdaylarımız güllep 100% girdi. Köpçülük iş yok.
Xorazmda ishlasa bo'ladimi deydi g'ollovchi. İşlese bo'ladi, faqat mehnat qilish kerak. Mehnatning arkasından rohat. Mana ko'rib turganingizdek, bir dona qamış topolmaysizlar otizdan. Havo zo'r. Xudo xolasa yine ish. 2 marta 2 kilodan 4 kilodan dori tushdi endi buni sotkina, xudo xolasa. Niyatimiz shu. Mayni 15'ine o'ramiz deb turibmiz, faqat qoyil qolishdan o'zga hech iloji yo'q. Tashlagan bitta tuxum bo'lsa, hammasi ko'gargan. Yurtdoshlar. Buğdayını sağınganlar bormi? Kimni yoshligidir yodina tushar. Musofirda yurgan vatandoshlarimiz sog'inishi mumkin. Allohga beadad shukr, 20 aprel sanasına binoan buğdaylarimiz 100% boshlab bo'ldi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu esa ikinci atızımızı görüp turganlarınız. Gördüğünüzden akır. Bir dana kamış yok. Bana. Sizlere sekin yakınlaştırıp gösteremem. Begane otu hiç kanda yok. Buna kimya oğutlarını hiç kaçan aralaştırmayımız. Çünkü onun özümüz yiyimiz. Kepekini mallarımıza veremiz. Şunun arkasından trikçilikimiz ötedi yurttaşlar. Onu hiç kimden yaşaradığın caymam yok. Mana. Kimyaviy o'g'itlar ishlamin ham turibdi. O'tgan yil sapadim kuru 300-400 ming so'm pulim nezoshda ko'yib ketdi. Shundan keyin aytayotganman, begona o'g'itlar chiqsa, uyim yoni o'zi. Chiqqan vaqtimda cho'plab ham o'tib ketaveraman. 5-10 minut vaqtimiz yetmaydi. Yoshlarimiz ish yo'q deb kuru ichanda uyda yotib telefon chiqarib yotadilar. Ishlayman degan odamga ish hozir ham tiqilib yotibdi. Shu yerda 6 odam yerni aki ko'pman, xudo xolasa endi. O'zim hisob kitob bo'yicha 1 hektardan ziyod 100% nallar. Shuni ko'rsatmoqchiman. Endi o'tib 3-chi atizimizni ko'rsatamiz. Gördingizmi? Odamni bir kayfiyat kutarlar, damni dekanchilikni ko'rib. 3-chi atizimiz deyishimiz mana. Xudo xolasa endi buni bir marta yo 2 marta suv ochilishi mumkin. Qilchiqli buğday bu, ko'rib turganingizdek, hozir o'tib ko'rsatsam bo'ladi, shu birini o'tisham biri. Yuragim jig'lab turibdi, mehr ko'zda deydi. Shuning uchun har bir narsani mehr berib ishlasangizlar, hammasi oydin bo'ladi. Mana. 4 kilodan dori yedi bu sotkina, aytib o'tganimdek. Hozir endi sizlar bilan 4-chi atizimizga o'tamiz. Gördüğünüzler bu atızımızda yine 2 tane stalba var. Bir atızımızın özünde. Lekin şu önden bir kamış bastı bir atıverdi. Egesinden sonra balgan vaktinde endi aytıp ötevereyim. Alıp birinci yıla ektim. Oğuş ektim. O derece okşamadı. Yıkılgan göreşe doymasdan yani. İkinci yıla pulukunu 2 katar puluklattım. İzillik eyle traktörçü, lekin bir ötkenli pulunu aldı. Kamış eken bir dedi. 2 marta ploklap verdi. Traktörçü ağamız ki bir tane kamış yok görüp turganlarınız içinde. Gördüğünüz bak. Bu ise 6-cı atızımız. Benim yerlerini satıp alıp ekeme yurttaşlar o. Yeşilliğe halda alıp ekeme yine. Görüp turganlarınız bu 6-cı atızımız. Özüne yaraşa bir elini hep koyma kızıkıp işliydi. Bağlarına meyvekti. Xudo xolasa. Bulam kızık işi var.
Şundan şu fotolarını ekkenimize yine bir 3-4 yıl oldu da bu. Kıyın kala buladı geldi lekin bunun maktap var ve Ürgençten ekkeverdim bunu. Lekin 3-4 yıl degende endi salıp başladı hali. Çiyelerimiz büyülmeye girdi Xudo kalasa. Hammasi 100% saldı. Hali meyde çünkü birinci yılı bu yıl Xudo kalasa meyve etadi. Endi yıl bularni gilasa sapamiz. Bu yil sapolmadik. Az bo'lsam bir qisqa bo'lsam bir manfaatli video bo'ldi deyman. Ish yo'q deydiganlar uchun ishlasa bo'ladi yurtdoshlar. Faqat mehnat etish kerak. Do'chani kim sog'ingan bo'lsa ko'rib turibsizlar. Do'chalarimiz ham katta bo'lib qoldi. Xudo qalasa. Pishganda görüşünce Allah'a emanet olasılar. Getkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar yurtdoshlar.